Yo'q aka, men shunday yoqdim, sразу уже suvli qo'yaveryapti, bir balolar qilaveryapti. Yo'q, tanish, ishonsa bo'ladi, tuda-suda deb aytdingiz-ku, bu topib bering aka endi. Men uyingizga vaqtma qo'yaveryapti, uyalib qoldi. Olib ketaman. Nimaga? Kir mashina oluvdim. Tak. Tanishim, zo'r tanishim bor, yo'q, qolsang arzon narxda qilib beradi, u bu dedi. Men ham ishonib, davay to'lovlarini qilib, uyga olib keltirdim-da, уже qo'yib ishlatayotgandim. Suv qo'yib yuboryapti, короче, tagiga. Ko'chadan olgansan. Ha, javob dedi, u dedi, bu dedi. Garantiyachi. Javob sud bergan. Ha, u davrlar o'tib ketib qoldi-yu, my friend. Shunda ofitsialniy texnomartga borsang bo'ladi-ku. Hamma narsani arzon, cho'tchi qilib berishadi. Boyagidek javob degan narsa yo'q. Garantiyalari bilan borasan, to'g'rilab berishadi. Borsam tushuntirib, hamma narsani ko'rsatib. Ko'p bozordagidek aka mashina olding, yirtib yuboradi, jinnisi degan gap yo'q. U yoqda hammasini xarakteristikasini aytib, joy-joyiga qo'yib berishadi. Mana shunaqa problema bo'lmasligini xohlasang, birinchi o'rinda uylangan, sen kir mashina kerak bo'lmaydi. Agar yo'q mayli desang, texnomartga borib olgan kir mashinangni ham, telefon, televizor hammasini cho'tchi qilib berishadi. Hozir uni qayerdan topsam bo'ladi texnomart? Описание kirasiz, turibdi hamma narsalar. Prilojeniyalari ham bor, qisqacha qolish. Конечно. Yoki magazinlar mana shu borsam ham bo'ladi. Ha, ana o'lma. Kerak joyda sekin-sekin mana kallangni ham ishlab ketyapti, qara. Birinchi yeb qo'yishing kerak ekanda, ozgina. Endi nima deysan? Sizlar ham yeb qo'ymaylar, ofitsialniy joylardan olinglar. Texnomart.